أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة. Həcnin vacib olan şərtlərini bəyan qılıvatıdı. Yəni şərait-ül vücub. Həc kimlərə fərz oldusa, Müslümanı fərz oldu. Qul olmay hür bulaş lazım. Aqlı uşu cahil bulaş lazım. Balağatga yetgan bulaş lazım. Sahih, tan salomatlikka yaxshi, sog'lom bulash lazım. Qodir ala zad. Qodir ala zad va rahila degan shu al-istita'a. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا degan ki istita'a şu. İstita'ni muşunda izah edildi. Zat berib kelishga yetkidik uzuqtuluk. Yoki uzuqtuluk setib oladigan hisobot bo'lsin bo'ldi. Va rahila berib kelishga istita'at ular yoki mashina, aeroplandagi hozir qatnash vositasi. Asli rahila degan safarga yaraydigan Raus tügünü deymiz. Ennâzu ke'bilin mi'ah la tekâdu tecidu fiha rahile. Kişiler 100 tügü okşaydı. Onun için sefer yarıqda bir tügünü ters tapsa ve nefakati zehâbihi ve iyâbi. Berip keliş çıkımını kılalayılgan bolsa, iyâben qaytiş. Fadilan an havaicihil asliyye. Özün kündülük turmuşda lazım bulduğun ihtiyacının artıq iqtisatı ega bolsa, şu çıkımlar zad ve rahila ve nefaqatü zeha ve iyab özünün ve ailesininki adetki ihtiyacının artıq bolsa, havaicihil asliye özünün asas ihtiyacının artıq bolsa ve nefaqati iyalihi ve balçaqlarının mu asas çıkımlardan artık olsa ila hini yaudu berip kelgengi kadar özünün ve balçaklarının asas çıkımından artık halatda berip giriş çıkımı uzuqtuluk hem xarajatga ega bo'lsa ondan vacib bo'ladi. Ve yakunu at-tariqu amina. Yani bir şart yol xotirjam bo'lishi kerak. Bu metnin ibareti bunu şerhleydi. Amma İslam diyen şart kelsek, فَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ. Çünkü kafir ibadetini ada kılış salahiyeti bulmaydı. Çünkü iman emellerinin kabul buluş için şart. Çünkü kafir hac kısmı onun kabul olmaydı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. İşte illa أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ dedi. Kafir olganlıktan onunki nafakatları kabul kılınmagan. قال وأما الحرية أن hür bulaş kerak diyen şart kelsek, فلقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج 10 حجج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام. Qanda bir kul 10 qatım hac qilgan bo'lsa-mu, keyin azod qilinsa, islom farz qilgan bir qatımlik hajni qilishi vojib bo'ladi. Mush hadisga asosan. 10 qatım maqsad ko'plik maqsad bo'ladi. Ha, ko'plik. Net qatım hac qilgan bo'lib ketsin, azod qilingandan keyin çokum aşu perzejne qilish lozim. Ve eyyuma sabiyyin hajja 10 hijac. Qanda bir sabiy bola sabiy vaqtida 10 qatım haj qilgan bo'lsa-mu, thumma balagha, keyin balag'at ketgandan keyin fa alayhi hajjatul islam yoki hajjatul islam. Uning perzejni ado qilishi vojib. Azim hadisda sabiyninkini mobillik qilib eklayotgan bo'g'achqa billa bayon qilyapti. Lekin hozir so'z qulda.
وَلِأَنَّ مَنَافِعَ بَدَنِ الْعَبْدِ لِغَيْرِهِ. Aqli dalil kelsak, qulninki badanining manfaatlari boshqa kishining mulki hisobida. Boshqa kishi foydalangan narsa, ya'ni xo'jayin foydalanadi. Qulning kuchidan, sharkatlardan xo'jayin foydalanadi. O'zi foydalanmaydi. Fakana ajiza. Undan keyin qul qanday odam bo'ldi? O'zining kuchidan o'zi foydalanmaydigan yoki o'zining kuchidan foydalanib bajga borolmaydigan ojiz kishiga o'xshash. Va in adina lahu mawlahu, xo'jayini uningga ijozat bergan taqdirdami shunda. Li'annahu, chunki u xuddi ka'annahu a'arahu manafi'a badanihi. Xuddi u nimaga o'xshaydi desanglar, u ya'ni xo'jayin ka'annahu deganku xo'jayin, a'arahu deganku al-abd. Xo'jayinning qo'lida ash qulninki kuchi ya kuchidan foydalanish huquqi bordi. Undan keyin bu kuchni xo'jayin qulga berib turgandek. Sen shu o'zingning kuchini ishlatib aj qilib kelgan degandek bir ahvol. Fala yasiru qadiran bil i'ara. Shunga u ariyatga berib turish orqali qodir hisoblanmaydi. Kal faqir la yasiru qadiran idza a'arahu ghayruhu az-zad va ar-rahila. Xuddi faqirga o'xshaydi bu. Boshqalar uningga oziq-tulik va ularga bilat va butun chiqimni bersa, ariyat berib tursa, uning haj qilishi vojib bo'lmaydi. Ya'ni shuni cho'qim qabul qilishing lozim demaymiz. Bu masalada aslida Hanafi mazhab ulamolarining o'rtasida ixtilof bor yoki fuqaroning o'rtasida ixtilof bor. Maktabda boshqalar bir narsani bersa, olag'ini pul, bilat, butun chiqimini ko'tarma, haj berib kel desa, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashida u odamning cho'qim qabul qilishi kerak emas. Qabul qilishing lozim shuni demaymiz. Agar o'zi qabul qilib, ma'qul deb berib qolsa, haji tamom. Jahil bo'lgan bo'ldi. Ammo yo'q, men qabul qilmayman deb qolsa, sen gunohkor bo'lsa demaymiz. Xuddi masalan, sen cho'qim qarz olib turib, haji berishing lozim deb ilzom qilmaganga o'xshash. Qo'lda pul yo'q-ekan, biz qarz berib turay desa, u kishiga sen cho'qim shu qarzni elib, haj qilmasang gunohkor bo'lsa demaymiz. Albatta, haj qilish uchun shu mol-mulk sarf qiladigan iqtisod halol bo'lishi lozim. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Harom mol bilan haj qilish uchun haj qabul emas. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam, innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sahih Muslim rivoyat qilgan hadisda Alloh taolo pokdir, faqat pokni qabul qildi. Undan keyin jazoni aralashgan yoki shunda harom mol-mulk bo'lib qolsa, buningda haj qilish bo'lmaydi. Buning bu temiga chetishda harom tijorat qilgan bir odam bor edi. Bu talibning bisiga chiqimlarini ko'taray, hajga berib kelsa desa, uni qabul qilmaydi. Chunki bu harom mol. Harom molda haj qilish bo'lmaydi. Yana masalan bankada ishlaydigan birisi bo'lib qolsa, bankining kirimi asosan jazoni kirim bo'ldi. Ay bankidan masalan islomlardan shu jazoni bankilar ko'pqa, bankidan bizning xizmatchilarni hajga olmaymiz deb qolsa, uni qabul qilmasa bo'ldi. Masalan Cahiliyet kılaklıda mesela rasıldan olsa, ticaret almıştırıp çok kılır. Hani ikiye çıkan olsa. Cahiliyet dediğiniz zaman rast aslında karı kafir olsa, keyin Müslüman bo'lgandan keyin İslam ecubuma qablahu deb uni mal-mulk noldan boshlangan bo'ldi. Bundan keyin diqqat qilish lozim. Agar jahiliyat deganlardan fasik musulmon, o'zi musulmon, lekin unda fasik qilani Allohlarning faqatida kelgan bo'lsa, keyin shu mol-mulkni poklashingiz lozim deymiz. Poklash lozim. Masalan, tamoq tijorat qilgan bo'lsa, aroq tijorat qilib, jazoni muomala qilib, keyin ondan bu chatoq ishgan, men to'g'rilay bo'lgandim desa, tijoratdan topgan pul va gazani chiqarib o'tib, asli sarmoyani qoldirib qo'yib, unda pokizlash uchun. Bu onda tathirul arzaq degan doiraga kiradi.
ulamalar shunda kirni keyin tavba qilgandan keyin qanday poklaymiz desa, mana usulda poklaysiz deb bayon qildi. Shu tariqada tozalash lozim. Boshqaning haqqi bo'lsa qaytarish lozim. İlgisi yo'q aram tijorat bo'lsa qutulish lozim undan. Aslandan o'ziningki sarmoyasi olib qoldi. Yoki anda shundaroq bir usullar bor. Ayizında mesela hükümet bilen birleşip kalkınırken mesela talimin yardımına hükümet bilen birleşip gidiyorlar. Netçi mamaya için ecevada kalmalar çok. Bu başka Müslümanlarınki mal mülkünü gasp kılışta ibaret. Tatip edişten ibaret. Başkanın mülkü o. Tatip ağaçının mülkü o da kılmaydı. Ona ilgisini bilse ilgisi kaytırdı. İlgisi öyle ketken olsun miras kurulu kaytırdı. Yoki ilgisinin namida sadaq qiladi. Boshqa sadaq qiladi. Araqning tamakining tijoratidan kirgan kirim bo'lsin. Nonki mushu masalada boshqalar bir narsa berib qolsa, butun chiqimlardan biri haj qilibaslar deb qolsa, boshqalarning hadiyasini qabul qilib haj qilish kerakmi, kerak emasmi degan masalada Imom Abu Hanifa boshqalarning puli bilan baraladigan bo'lsa, bu qodir hisoblanmaydi. O'zini iqtisodidan baraladigan bo'lsa, undan qodir bo'ldi. Agar qabul qilib berib qolsa, mayli, joyida bo'ldi. Lekin qabul qilishi kerak emas, ixtiyoriy deydi. Shu masalan, ama bir kishi bor. Ama bir kishi masalan jumaga berish masalasi bo'yicha ixtilof o'tgan. Bir saytlar olib qo'yilgan bo'lsa, jumaga berish kerakmi, kerak emasmi? Hajga ama bir kishi men davomli qilsa, hamrohlab olib eklay, haj qilib deb qolsa, ma'qulda qabul qilish kerakmi? Yo'q deb rad qilsa, gunohkor bo'lamdi. Yoki bolasi ayrim tijorat va iqtisod va bolasi butun chiqimlarni qilib beraydi-da, sizlar haj qilasizlar deb pulni bersa, dadasi qabul qilish kerakmi? Yoki dadasi chiqimda bolasi qabul qilish kerakmi? Yoki ayoli oltin asoblarni setib nima qilay, sizlar hajga borsizlar deb eriga shunda hadiya qilay deb qabul qilish kerakmi? Imom Abu Hanifa qabul qilish kerak emas. Qabul qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Nima uchun esa buningda bir xil minnat bor. Minnat bor. Keyin bu talibga pulni berib bo'lgan kishi umrining oxirida Sulmon haj qilib qo'ygan deydigan. Ayoli davomli Sulmon haj qilib qo'ygan deb cho'qishib qo'ydigan. Aslında minnetli bo'lgan ekan, u minnat degan ig'ir narsa. Imom Abu Hanifaning nazarida o'xshash. Yani mesela şunda idaresi deyimiz, şirket, aran kirim kıldıgan şirket, mesela hükümet deydi. Hükümet özünün çıkımı ezgi yapırken, onun bir xil minneti var. Ondan keyin onun gep söz olduğunun. Hükümetten ezgi yapargan sizini. Nağınca hükümetinin maaşını bunda kıpırıştır lazım degan. Nağınca kulu kılıç şerdinden bağmayma. Özden pul tapalsam barama bulmasa, başkanın pulu bağmayma dese, Abu Hanifa'nın nazarında günahkar bulmaydı. Mesela kapparat vacip bulup kalan bir kişi, kapparat birdiğen kısat yok oldu. Bireyden vakını bireysi kapparat bir vazisi, xalası kubul kılsın, xalası kubul kılmışsın. Yani pul tapanda özden bir ma desem maydı. Lekin sahiben kubul kılışı lazım. Çünkü bu başkanın yardım bir şeyden baralaydıgan boğanken bu müstati hesabıda, kadir hesabıda. Şu qabul qilish qilmaslikning ixtiyori. Yani bu yerda hozir Imom Abu Hanifa kim birishidan qat'iy nazar o'zi baradigan bo'lsa berishi vojib, undan boshqa odamning yordami bilan berishi vojib emas. Xolsa qabul qilib bas ixtiyori, umuz gunohkor bo'lmaydi, rad qilsa gunohkor bo'lmaydi dedi. Sahiban qabul qilishi lozim. Hanbali mazhabda qabul qilish kerak emas. İmam Abu Hanifa'nın sözüne o'xshash. Dadisi basın shunda. İmam İbn Qudama al-Mughni degan kitobda shunda. "Va la yalzimuhu al-hajj bi badli ghayrihi lahu va la yasiru mustati'an bidhalika sawa'un kana al-badil qariban aw ajnabiyyan wa sawa'un badala lahu ar-rukuba waz-zada aw badala lahu mala
وعند الشافعي أنه إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غير منة فلزمه ولا ضرر يلحقه فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة. حنبلي مذهب من قرشة إمام أبو حنيفة وخشاش. İmam Şafii'nin mezhebinde eğer oğlu dadısqa mağfulla hecbi kəsli desə qubul qilishi lazım. Şafii mezhebinde. Ondan başqalar bəsi qılır. Dadısı bəsi qılır, ayoli bəsi qilish kerak emas. Yani aşı hammadan oxşaş Hanbali mezheb bilan Şafii mezhebinde. Faqat Şafii mezheb oğlu bir qilsa qubul qilish lazım degan. İmam Nawawi Mecmu' degan kitobida in badalal ajnabi la yajibu qabuluhu. Ecnebi katadan. Yani tuqqallıcı olsa tuqqallıcıdan oğlu berip qalsa qabul qilish lazım, boshqalarning qabul qilmasin. Yani bak pul meselesinde xo'jayin maaşlab birsa deb buni davomli ish qiladigan bo'lgandan pul xo'jayinning ishidan baka olmaydi odatda. Undan keyin buning da asosan ijmo bor. İmam Ibn Muzir bunda degan: "Ajma ahlul ilm إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا أن العبد إن حج في حال رقه ثم أعتق أن عليه حجة الإسلام إذا وجد إليه سبيلا." Bunun da icma. Lekin qul holatda xo'jayini ruxsat qilib, pul molni berib, ya o'zi bilan birga xizmat chaqirib, birga berib haj kelsa, haj qilgan bo'ldi. Lekin naplaji esa keyin azat olib ketib qolsa, cho'qim farzini qilishi lozim. Va ammal aql wal bulugh. Endi aql bo'lishi, baligh bo'lishi degan shart kelsak, فلأنهما شرط لصحة التكليف. Mukallaf bo'lishning sharti bu ikki sifat. ولما مر في الحديث va yuqorida o'tgan hadisga asosan qaysi hadis? رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ياكي، وعن المعتوه حتى يعقل. مشاهدسini demoqchi. Ana yuqorida o'tib ketgan mushibatning ustidagi va ayyuma sabiyyin hajja 10 hijaj thumma balagha fa alayhi hajjatul islam degan bu hadismi bulugh degan nuqtaga dalil bo'ldi. Lekin shu kitobdagi qul va sabiy haqida kelgan rivoyat ojizroq, undan boshqa hasanroq rivoyatlar kelibdi aslida. Lekin kichik bola hajga shu hajga haj qildi deymiz. Sabiy bola hajga hajga savob bo'ldi, ota-onasi savob bo'ldi. Uni vojib bo'lmasmi-ki haj qilsa haj qilgan bo'ldi. Balog'at ketgandan keyin cho'qim farz hajni qilish lozim. Bu xuddi bir nafla yoki yanchi to'sirib turgan savobdan iborat. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. İmam Müslim rivayet etdi. Bir ayol bir yaşa 2 yaşlik bir sabiy bolasini ko'tarib, "Ya Rasululloh, ma bu hajkesi bulamdi, sayb bo'ldi, ajr bor." Onkin sabiy bola hajkesi bo'ldi. Fatan samaji bo'ldi, sabiy bolag'imi foydasi tegdi. Qala va amma as-sihha, tan salomat masalasi kelsak, فلأنه لا قدرة دونها. Sağlam bo'lmagan ahvolda hajga berishga qodir bo'lmaydi. Masalan, o'tirib qolgan odam bo'lsin, arvada o'tirgan yoki palaj yoki puti kesib ketgan, puti yo'q yoki undan boshqa yetib qolgan kasal, shunda safar qilib hajga berib kelolmaydigan darajadagi kasal bo'lsa, unga vojib bo'lmaydi. قال والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة. الأعمى kişide ixtilof var. Bu ixtilof أعمى kişi cumaga berishi vojibmi, vojib emasmi degan kitob-us salatga mabhasda o'tib ketgan. Hanifi mazhab imomlari agar أعمى kishini yetilab jumaga opiradigan kishi bo'lmasa, uni jumaga berishi vojib emas. Bunda ittifoq. İmam Abu Hanife yetilab opirib qo'yilgan odam bo'lsin vojib emas unga. Chunki yetilab opirib qo'yilgan odam shu minnat bo'ldi.
Hem özünün nimesi emasın. Özünün kudretiyle kadir bulmagan ahval. Başkalarının yardımıyla doğan ahval. Lekin sahiben başka birisi fidakarlık qilib mansini olib eklay deb qolsa yoki qo'lda iqtisod bo'lib jumaga olib ekiladigan kishini kiralasa har jumaga olib ekilishga masalan 50 qo'y berma deb ashuna bir odamni to'g'rilasa berishi vojib deb qaraydi. Endi haj masalasida İmam Abu Hanifa hajga billa olib ekiladigan hamra tepilgan taqdirdami amaga haj vojib emas. Lekin qabul qilib ma'qul sizlar olib ekasizlar deb qolsa mayli. Jumadami shunda, jumadami etilab olib qo'ydigan odam bo'lsa, xolisa ma'qul olib ekasiz deb qolsa bo'ldi. Xolisa bo'lmayman deb o'zi peshim o'qisa bo'ldi. Gunohga bo'lmaydi. Vaqila ma'lum ajizroq bir tahlil. Yuqori qilsa, Hanafi mazhabda hali aniq bir xulosa. İmam bunda dedi, sahabe bunda dedi. Endi ba'zi ulamolar yo'q, bu imom bunda, sahabe bunda emas, sahabaning qarashi boshqacharoqdir deb faqat ajizroq qarash. Endahma sahabaning qarashi siz degandek emas, mundati deb faqat o'tiradi ba'zi. Endahma la yajbalayil haj. Sahabaning nazarida ama kishi olib ekiladigan tapalisimi onun haj vacib olmaydı. لأن البذل في القياد غالب في الجمعة نادر في الحج. Çünkü yetilab apırıp ekiliştigen cumaga apırışta çıkadan çıkıdı onunla. Bir saat içinde bir apırıp ekip özü bağaç yolunu apırıp ekerse təsir etmez. Apırıp ekildiğin çıkadan tapalaydı. Lekin hajda bir ama kişinin tüm ihtiyacını qamdab bir apırıp ekiliş müşkil iş. Ona adam tepiş tez. Yani tez olğaçqa hajda ama kişiga ecvacı bulmaydı demek. Yani şunda yetilab apırıp ekildiğin kişi tepilgan taqdirdimi sahiben onunla vacip emas. Yani onu qabul qilib ma'qullab billah berishi vacip emas deb qaraydi. Lekin kuchli qarash Hanafi mazhabda sahiben shuni qabul qilish lozim. Qabul qilmay hajga bormasa gunohga bo'ldi deb qaraydi. Shuni o'xshashimda sihha dedi, yetilab olib qo'yadigan kishi dedi. Bu tan salomatlik munosabatlik masalami shu. Ammo ko'zi sog'lom bo'lmag'achqa sihhaga qidirdi. Shuni o'xshashimda turma uzunlab qolgan kishimi shunda. Turmada kishi baranmaydi, g'ayri qodir. Yana hukumatdan qo'g'ab qolgan kishimi shunda. Masalan, hajga borsam 100 ming ko'y jarimani to'laysa, 2 yil turmada yotsa deb tahdid solgan holda, shunda tahdidga uchragan kishining hajga berishi vojib emas. O'zimi bormaydi, boshqaning cho'qim haj badal qilib qo'ysa deb boshqa kishilarga haj qildirishi kerak emas. İmamның nazarida shunda. Hozir mushu imom bilan sahobaning o'rtasidagi xil qarashni qilib qolgan masala. Sahoban undaydi, agar o'zi borolmay qolsa, turmada o'g'illikdan, yoki o'zi borsa, buni avvar qilganlik jihatdan o'zi bormay qolsa, hech biraylarni buni o'rnida ajib qo'ysalar deb aj qildirishi lozim deydi. Chunki qodir bi g'ayrihi bo'ldi. G'ayri qodir bi nafsihi, valakinnahu qodir bi qudrati g'ayrihi degan. Eğer turmada yetişminde davamlaşıysa bu aciz olursun ama eğer kaç turmadan çıkıp ki imkanı yer bir kasyon beşikaz çoğun bir iş lazım. Hükümetin tahdidinde o kim yok gidip kalsa hecgi varsa avar kumadan olup kalsa kim hecgi bir işe parazlaşır. Yani mesela sahiben özü baranmayı kalgan takdirde başkalını o'rnida haj qildirish lozim deydi o. Sahiban kim o'zir yo'qolib ketib qolsa, o'zi bir oladigan bo'lib qolsa, kim o'zi birishi, bir qatim birishi lozim deydi. Ne bo'ladi? Bunda o'nikan bunda kishilar İmam Abu Hanifa turmudagi yoki o'zirli kishilar İmam Abu Hanifa o'zi borolmaydigan bo'lsa, turma so'langanlikdan yoki shunda kasal bo'lganlikdan yoki hukumatning tahdidga uchraganlikdan o'zi borolmaydigan bo'lsa, boshqalarni qildirish kerak emas. O'lib ketay deb qolgan chog'da vasiyat qilib, bolalarim men ajni qilolmadim, sizlar qo'ying deb vasiyat qilishim kerak emas. Sahiban
Eğer ölüp ketiş aldığı olsa reset koyuş lazım. Çünkü bu başkalı arkalık kılaycısı kılalıktı değil. Yani geldiğinde bu vacip olanda bir ahval. Kale ve emmel kudratu alel-zâdi ve'r-râhile. Yani uzuktuluk ve katnaş vasıtalarına imkanının yer biriş meselesi kelsek ve nefakati zehâbihi ve iyabihi birikiliş çıkımlarına kelsek felastata'a duneha. Şu bulmasa o ecgi bırakmaydı, müstati' bulanmaydı. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة أزرق رأيك جنبك وهكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما استطاع ولله على الناس حج البيت يقش آياتنا الزاد والراحلة ده تفسير كيا برنت صاحبدن şunda tefsir kâge. Lekin şu zad ve rahila degan masalni ulamolar o'rtasida to'plab qolmaslar. Barliq olimlar istita'a bo'lmasa haj farz bo'lmaydi dedi. Bu ittifoq. Chunki oyatda valillahi alan-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila istita'ani shart qo'yilgan. Shu ittifoq. Lekin istita'a zad ve rahilami yoki undan boshqa jinasimi deganda ixtilof tushadi. Birinci qarashda al-istita'a ash-zad ve rahildan iborat qarash. Bu cumhurning qarashi. Hanafi, Shafi'i, Hanbali shu mazhabning qarashi. Buning dalili mush kitobda bayon qilgan hadis. Hadisda ma yujibul hajj deb so'rasa Rasululloh az-zad ve rahila degan. Bu hadis Hasan Basri'dan mursal rivoyat qilingan va uningdan boshqa bir necha yo'llari, oz yo'llari bo'lg'achqa bazı ulamalar, yani cumhur ulamalar bu hadisning yo'llarining ko'pligi bilan bir majmu' turuq sal jallanib dalillikka yaraydi deb qaraydi. Hasan darajalik bo'ldi. Uning ustiga mursal hadismi Maliki, Hanafi mazhablarda dalillikka yaraydi. Shafi'i mazhabda ba'zi shart bilan yaraydi. Ularning mushadis Hasan Basri'dan mursal rivoyat qilingan. Undan keyin ba'zi ojiz rivoyatlar kelgandan u mursal hadisni sal jallandirdi. Uningdan boshqa Ibn Abbas radhiyallohu anhu'dek ba'zi sahobalardan istita'ni zad va rahila deb tafsir qilganlik kelgandan keyin jumhur ulamolar shunda yig'ilib dalilga yaraydi ekan. Ikkinchi qarash u zad va rahila degan shart emas. Unda bekitish shart emas. Maliki ulamolarning qarashi. Baralaydigan bo'lsa istita degan shu. Qanday bo'lsin baralaydigan bo'lsa istita shu. Masalan, menib baralaydigan bo'lsa mustati bo'ldi. Rahila bo'lish kerak emas. Uzuqtilik zat masalan berib kelishga uzuqtilik yoki shuning puli bo'lmasimi, bu ashu hajga berib kelish jarayonida ishlarning xizmatini qilamdi, ammallik qilamdi yoki haj berib satrashlik qilamdi, bir kasb qilsa, o'zining nodullik deb yaladigan bo'lsa, hajlik qilib olsa bu mustaqil bo'ldi. Shuni zad rahilani shart qilmaymiz. Sizlar dalil qilgan bu zad rahila hadisi ajiz deb Maliki ulamolar shart qilmaydi. Yani hajga berib kelishda favqulodda bir qiynalib qolgan ahvol bo'lmay, menib basini berib, ashada har kuni xalqning ishini qilib, tijorat qilib, bir hunar kasb qilib, nennodillik deb yaladigan bo'lsa, berib kelsa bo'ldi. Bu Maliki mazhabining qarashi. Bu oyatdan dalil qilib, "Va'adhin fin-nas bil-hajj ya'tuka rijala وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يأتوك رجالا يعني راجل يعني piyada ve ularga alat kildi dedi. Piyada kildi degandan keyin piyada bas bulganlikka chiqdi o. Piyada basimi qodir istita buldi o demakchi. Yani şu oyatda piyada kelgan bilan uloq bilan kelganni bir qatorda sizda Alloh taolo. Hatta piyada kelishni oldin o'ringa qo'ydi. Ya'tuka rijala zad va rahila deganni tushunsa bu ojiz. Agar ma'qul sahih deb qarasaqmi, bu xaraja maxrajil g'alib. Ko'pincha ahvoldan ular shunda uzuq-turuqni tayyorlab safarga chiqadigan bo'lg'achqa xaraja maxrajil g'alib demakchi. Chunki uzun safarlar odatda shunda ular bilan uzuq-turuqni olib safar qilgan bo'lg'achqa
Cumhurun qarışı şu jallık. قال والراحلة أن نهتري شق محارة أو رأس زاملة. Rahile diyelim de ibaret yani ulak. Ya ki katnaş vasıtası ne de ibaret ise şu çağlarda eti olap kalsa, tөгisi, keçiri olap kalsa, işki olap kalsa lakıldı. Lekin özün bulmuşsun mesela pul olsa kiralap bir tögili mesela işkeden mindiğen olsa, işki orundukluk bir tögü olsa bir orundukunu kiralapmansı buldu. Şıkka mahara diyen mahara diyen kajuga okşaş binası. Kajuga. Tögünün üstüge çoğun iyadek binasını koyumuz. Bu anken ayarladığım bir siyah işkisi oturdu. Onu ayarlığa körenin üstünde bunda tayak olan parat tosap ve küçük bir huzurdak binası şekillendirmez. Bu kajuga. Ama mahara diyen bu şunun okşaş binası. Yani koş igerlik desek iki tarafı iki adam oturalım bir çoğun iger olsa on tarafı bir kişi sol tarafı bir kişi bir kişi orunduk mesela abduz desek bir kişi orunduk da belatala alsa diyende ev ra'sa zamila diyen yük artılgan ulak yani tüyüge mesela yük atıp koyduk ama yük artandaki yükün üstü tağılmadan olsa bu aldı tarafı da yük atılmadan aldı tarafıga minivasını buldu. Ra'sı zamila diyen şey. Zamila diyen yük artılgan tüge olsa kanun üstü oturamadan olsa boyunluğun minivasını buldu deydi. Mesela orun çıkmasa aşında olsa baralarından olsa aşın kiralap deydi. Buldu deydi. Duna akabatil leyli evun nahar. Akaba diyen növetliş miniş. Almış miniş. Mesela bir keçir desek, bir keçirga bir adam minidi desek, işkeylem bir keçirini kiralap, bir saat sen mingen, bir saat men minay, ya kündüzü yürgeni sen min, keçisi yürgeni men minay degендek. Ya mesela poyuzda bir karvat o'pidan da o'pidan birini o'rindiqdan birini nima qilib o'rtilg'aydan birini bilatilab 5-6 soat bu yetib olgan 5-6 soat bu yetib olgan deganda ekan shunda bir nima qilsa bu chog'da istito bo'lmaydi qatnashishga erishgan bo'lmaydi ya'ni o'z vaqtida shu uloqda navbatlangan bo'lsa u uloqqa erishdi demaymiz لأنه لا يكون قادرا إلا بالمشي çünkü o növetliş veriş ahvalida çokum mangmay baranmaydı. Hamra'nın növetke gençler bu manışı lazım. Ondan aşı masafını çokum yerimini sen ne yap verişin lazım diyendek ahval. O çağda rahilegi oldu demeyimiz. فَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الرَّاحِلَةِ وَأَمَّا كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنِ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ şimdi asli ihtiyacının artık buluş şart diyen maşert kep kalsa فَلِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى حُقُوقِ اللّٰهِ تَعَالَى çünkü insanın, bendinin ihtiyacı hakkı Allah Teala'nın hakkının aldığını örüntürdü diyen bu ağaçta. وَكَذَا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ şundakla balçaklarının ihtiyacı mı artık bulaş lazım. لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُمْ çünkü balçaklarının nafkısı balçaklarının nafkısı aşularının hakkı. Balçaklarının hakkı. Şula karta geldiğinde karız müstahakka diyen aşuların ilgisi şular gibi. İlgisi şular. Bunun geldiğinde vaciptek. Mesela ayağının ve ballarının ki çıkımını kırış bunun geldiğinde vacip. Ve hukukuhum ve bendilerine balçaklarının ayağının çıkımı mukaddematun ala hukukillahi Teala Allah Teala'nın hakkı olan hecdin aldın orunda durdu. Li fakrihim ve ginaihi çünkü ay balçaklar ayalı amış insan özü hemmisi fakir. Allah Teala olsa bendilerinin ibadet kılışı ve taat kılışıga ihtiyacı yok. Havacil asliyanın bir ibaret ise mesela öy. Burun qoğulda bir at mesela. Kesir diyendek ulak, kiyim keçek, kurallara, öy saymalları, ballarınınki çıkımları, kiyim keçek ve yemek içmekle hecelegan çıkımlarını gösteriyor. Nefakatul iyal desek ama kiyim keçek ve tural ol.
وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا. Shundaqla qarzlarni to'lab bo'lgandan keyin oshirgan bo'lish kerak. Qarzni ikkiga bo'lish mumkin. Hajga bormoqchi bo'lgan kishining hozir birdigan vaqt kelib bo'lgan qarzi bor. Faloninkini o'tgan oy berish lozimdi, kechib ketdi. Ba'may, men hajga boraman desa, qarz egisi to'xta, mening pulimni bir o'tib, ondan barsa deb to'silish haqqi bor. Cheklab qo'ya oladi. Qarzingizni ma'qul berib kiraversa, kelgan beradi deb qasmaydi. Ammo shuningki ruxsati lozim. Endi vaqt kelmagan qarzni kelar yil birdigan bo'lsa, o'chaqda berib kelsa bo'ldi. Endi qarshida o'ziga to'y qilishdan yoki o'ziga bozorda rasm qilishdan boshlash kerak. Agar o'g'illar bo'lsa, o'g'ilning nafaqasi dairasiga o'g'ilni olib o'ylab majburlanki, tajib o'tib ondan o'laydi. Çünkü bu ihtiyaç olsun, ihtiyacınınki nimasi farz darajalik nima emas. Ya'ni vacib bo'lgan nima emas. O bir mustahab, ayında bir doirlik ish. Yani to'y qilishning o'zining hukmi normalda sunnat deymiz. O'g'lini o'ylashning hukmi cho'q desa, bu mustahab. Dadisi vacib emas. Lekin dadisi o'ylab qo'ysa yaxshi deymiz. Undan keyin haj farz bo'lg'achqa haj oldin o'rin turadi. Lekin to'y qilib bo'lgan bo'lsa, unda butunni bolani beqish lozim. Buning gardida vojib. Undan keyin bolalarni beqish hajning oldida turdi deymiz. Qala va an Abi Yusuf rahimahulloh va nafaqati shahrin ba'da audihi ila vatani. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan shunda rivoyat kelibdi. Yurtga qaytib kelgandan keyin hajdan bir oylik chiqimi eshitish lozim. Nima uchun? Çünkü ko'pincha ahvolda safardan kelgandan keyin bir oygacha taxayyuzning nakasbak tijorat va ishlarga tutish qilib kirish bo'lmaydi. Hajdan kapilda me'morlik kelib turdi, uzdi, do'konni taxayyuz bo'lmaydi. O'quvchi bo'lmasa hajdan kelsa, aslan dars boshlanmaydi. Bir haftadan keyin yataqqa joylashib, undan keyin 10 kun tepib, undan keyin dars qilishadi. وإن كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما في الحج. Özü o'tlamaydigan bir uy bo'lib qolsa, ortiq uy ekan. Ishlatmaydigan bir qo'l bo'lib qolsa, uni hajga sarf qilish uchun setish vojib. Qo'lda ortiq pul yo'q. Hajga boraman deb o'tlamay, ortiq shunda uy, turalg'o, mol-mulk narsa bo'lsa, setib, ashun pulida berish lozim. Yo'q, bu mazhabning qarshi, hatto shu jumhur ulamoning qarshi bu. Qaytgandan keyin bir oylik chiqimi ish lozim degan Abu Yusufda bunda bir kelgan qarash. Va an Abu Yusuf qaytib qo'ydi. Abu Yusufning alohida ash gapni bir shu gap bir to'xtalib o'tibdi ekan. Bir oylik chiqimmi ortiq bo'lish lozimdir. Endi bu jumhurning qarshi. Qo'lda naqd pul yo'q, lekin zimin va o'tlamaydigan uyli bor, birisi qolgan nurg'un mol-mulk va ashuni setib, hajga borsa deymiz biz. Masalan, qo'lda mol-mulk bor ekan, naqd pul yo'q desak, mush kishi qo'lga ortiq narsani setib, pul qilib hajga berish vojibmi degan masala. Ulamolar hammasi ittifoqga o'rin o'zi zurul ishlatayotgan, o'tirayotgan uy, tijoratga ishlatayotgan saymon, do'kon, zavod masalan. Shunday narsani setishi kerak emas. Uni setib turib hajga berishi kerak emas. Bunda ittifoq. Yana ehtiyojdan ortiq, ashuna turadigan iqtisod mol-mulk bo'lib qolsa, buni pulga aylantirib haj qilish vojib deganda ittifoq. Davlatga bir ehtiyojdan ortiq narsa zurul ehtiyoj bo'lgan narsa ikki ayrib. Agar ehtiyojdan ortiq ashunda mol-mulk narsani setib hajga bormasa gunohkor bo'ldi. Bunda bu ittifoq. Ya'ni mush qarash hamma olimlar ittifoq. Agar kishi zarur bo'lib qolsa setish kerakmi yoki Ya o pul tepayotgan narsa bo'lganki uni setish kerak emas. Pul tepayotgan bo'lsa setish kerak emas. Lekin masalan ishlatmaydigan, unda to'xtab qolgan bir zavod, adam o'tmaydigan uydan 3-4 bo'lsa, uni setib berish lozim. Undan keyin zimin, mol-mulk va chormallar ortiqcha bo'lsa, buni cho'qib setib berish lozim.
Lekin o'zining turmush uchun zarur bo'lsa, setish kerak emas. Agar turalg'i uy yo'q, o'zining turalg'i uy yo'q ekan, masalan, ijaraga o'tirgan deydi. Lekin uy haqida qo'ldan naqd pul bor ekan. Agar uy sotib olsa, hech qayerda hisob qilmaydi, oshmaydi pul. Masalan, 500 ming ko'y desak, 500 ming ko'y qo'lda bor, uy ham bor. Masalan, 500 ming ko'yga uy qolsa qo'lda pul qolmaydi. Undan keyin bunda kishiga hech farz bo'lmaydi, vojib emas ekan. Chunki bu o'zining zarur ehtiyojiga ishlatishga lozim bo'lgan pul. Lekin shunda ahvollarda bunda qilish vojib emas. Bir sochda qilibdi, qazi qilib turib, hadiyani qabul qilib turib, uyga setib, hajga beribdi. Mayli. Berib qolmaydi. Lekin bunda qilishing vojib demaymiz. قال ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه. يعني bir şart yol bexatar bo'lishi lozim. Yo'l bexatar bo'lishi. Yo'l bexatar bo'lishi lozim degan bu shart Hanifi mazhab imomlaridan kelgan ba'zi qarashda vojib bo'lishining sharti. Min sharoitul vujub. Imomlarimizdan kelgan ba'zi qarashda sharoitul ada deb qaraydi. Sharoitul vujubdimi, sharoitul adadimi deb Hanifi mazhab ulamolari ikkiga bo'linib ketgan. Lekin Hanifi mazhab hisob qilgan qarash asosan ko'pchilikning bu hisobligini bu sharoitul vujub deb qaraydi. İmam Abu Hanifa'dami sharoitul vujub deb bunda mazmunda rivoyat qilgan. Bu İmam Malikning, İmam Shafi'ning, ya'ni İmam Ahmadning bir rivoyat, ya'ni jumhurning qarashi sharoitul vujub degan qarash. İmam Abu Hanifa'dan yana bir rivoyatda yoki Hanifi mazhabining ba'zilari qaragan qarash min sharoitul ada, sharoitul vujubdan emas, sharoitul ada degandir. Bu İmam Ahmaddan bir rivoyat. Yani bu ikki xil qarash bo'ldi. Ikki xil qarashning bunda ayrışning nima farqi bor? Agar birisi yo'l bexatar bo'lmadi, lekin buning boshqa hamma ish qilgan shart hozir bo'lgan. Lekin yo'lda urush bor masalan. Suriya orqali o'tgan bo'lsa, urush bo'lganlikdan Muhammad deydigan bunday ahvol bo'lsa, bu gardinga vojib bo'lganda, lekin ado qilishda bir shart kam bo'lib qilib baramay qoldi. Undan keyin bu odam o'lib ketadigan chog'da qanday qilish lozim? Bolalarim men gardinga hech farz bo'lgan, lekin yo'llarda urush bo'lganlikdan baramay qoldim. Meni o'rnimda sizlarga vasiyat qilish vojib. Agar shartul vujub deydigan bo'lsa, bu urush bo'lganlikdan yo'l bexatar bo'lmag'achqa, bu odamning gardinda vojib bo'lmagan, tigidan vojib bo'lmagan. Undan keyin bu odamning vasiyat qilishi kerak emas. Shartul ada deganlarning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma yujibul haj deb so'ralganlarga yoki al-istito'atda so'ralganda az-zad va rahila deb tushunman. Lekin amnut tariq ulash lozim, bunda ulash lozim demadi. Shu xatoda sanamadi. Lekin sharoitul vujub deganlar-chi Alloh taolo man istito'a ilaysa billah deb istito'ani shart qildi. Endi yo'l xotirjam bo'lmasa istito'a bo'lmaydi. Yo'l xotirjam bo'lmasa urush bo'layotgan qanday baralaydi? Barammaydi. Xuddi masalan uzuqtilik qatnash vositasi bo'lmasa baramandek urush bo'lib qolsa-mu, yo'lda qaroqchilik bo'ladigan, to'g'ri bo'ladigan ahvol bo'lsa barammaydi. Zad va rahimni faqat buni misol tariqasida bayon qilgan. Shu qatorda berish uchun, ya'ni Makkaga salomat berib qaytib kelishga zarur bo'lgan hamma narsani shuni ichiga kirgizdi. Chunki yo'l bexatar bo'lishimi shart edi. قال وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة. راحلة مسلسة مكة halisi ve onun etrafındaki yakın caylardaki kişiler bula ulağımmayma meniplan berip eşkılarlıgan bolsa menip berip eşkılışı vacip buludu. Rahila şart emas. Yani kudretihim alel adai bil meşyi demek. Bidun el meşakka. Yani menip cepat atılmay menip berip eşkılarlıgan bolsa rahila şart emas. Meniş lazım. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk. Şunu yazmama.
Ben burada bana gelip kılırsa ben kalbimde kırıklamın göğsüm olmalı. Adanızda oynayıp ama eğer ki böyle şey olacak var. Ota-onasiga farz bo'ldi, tamam? Ota-onasi farzga bormoqchi. O'g'li to'y qilgan holatda to'y qilmasa, gunoh qilgan bo'lsa, ota-onasi azga berish lozim. Kelar yili bir dog'on qazni vaqt kelib qo'ysa, bo'lib kelsa bo'ldi.